Salom hammaga o'rtoqlar. Bugun 28-dekabr, ya'ni mana soat 12:52. Bugun men uchun juda katta baxt. Yaqinda otamga Jiguli sovg'a qilgan edim. Bu nafaqat sovg'a, inshaalloh bundan keyin 1 millionga chiqsam, otamga juda katta sovg'am bor. Uni bilganlar biladi. Rezultatni otamni o'zidan bilamiz. Ketdik. Savlat to'kib yurgan uyimda, surat turgan bo'yimda. Dada! Dada! Aya, dadamga indamaysiz o'tiribdimi? Dadamga mashina oldim, ha? Yo'q. Dadajonim meni, otajonim. Assalomu alaykum, otam. Kim mashinasini olib kelding? Buni tasini mashinasini haydab keldim, otam. Nima bor ichida? Hech kim yo'q. Nima deb o'ylaysiz? Uyimizga qarashdim, oppoq. Hammasi. Yana olding mashina. Otajonim. Mehmon, ota shu damas sizga endi inshaalloh ota. Ozgina krediti bor, o'ylamang, men uni o'zim to'layman. Bu bolangizni davrada maza qilib yashang, ota. Jiguli. Yo'q, ota. Jigulini inshaalloh endi eng qiynalgan oldiga berib olamiz. Xolisi sotsin, xolisi qilgan bo'lsin. Tabriklayman, ota. Bir turasini yuring. Ketdik, ota. Dada. Yo'qmi sizga? Ha, o'tiring bunda bir. Yo'q, hazillashmayapman, dada, o'tiring. Rostdan o'tiring bitta. Bitta o'tiring. Dada, yoqdimi sizga? Nikoh kelding? Duo qilib bering, ota. Menga iltimos sizdan. Inshaalloh davrimiz keldi, ota. Umringiz sog' bo'lsin. Hech qachon kasal bo'lmay, xo'rsaman. Qayerga? Dada, qayerga ketyapsiz? To'xtang, dada. Otamma, suyangan tog'im, ishongan bog'im ota.